to'g'ri ekan. Oyjon birinchi bo'lib o'zi kiyim vardı. Keyin oyjon mamlari hammasini kiyintirdi, ko'rdingizmi? Keyin mana muzikasini qo'yardi. Va shunaqa qiyomat boshlandi oyjon. Bunaqa qarang. Sizlar bilan bizni nima o'tdi? Afsuski texnika bilan suxoy bo'y tanlashga texnikani o'tdi. Ya'ni o'tda ko'p narsa bor, lekin men o'zimnikini qo'shganman. Qaysidir u texnikada yo'q, borib o'rgangan joyim, avtorskiga qo'shilgan. Ya'ni natijasi qanaqa ekan? Zo'r. Endi uni massajdan oldin razminka qilib oldik bemorlar. Ya'ni uni bo'g'im mushaklarini joyiga tushirib oldingiz desa bo'ladi. Yoki zamonaviy tilda hozirgi paytda ko'pchilik LFK qilgisi kelmayapti. LFK bu gimnastika, fizkultura mashqlari qo'shimcha mushaklarga LFK mashqlarini qilgisi kelmayapti. Odamlar o'zi ham dangasa bo'lib ketadi. O'shaning uchun nima qildik? Biz sizga og'ritmasdan yumshatish, mushak qilish yo'llarini Alloh izni bilan o'rgatdik. Endi bugun uni qildik, massaj qilasiz. U qilgan narsamizni bo'g'imlar bilan ishlash, mushaklar bilan ishlash bo'lgan bo'lsa, endi massaj qilamiz.